Assalomu alaykum. Mana bugun Zominga bo'lgan sayohatimiz Xudo xolisa o'z nihoyasiga yetdi. Toshkentga qarab yo'l olamiz. Avvalambor o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu Jahon Travel sayohatlik agenti korxonasi rahbariyatiga, hamma yigitlariga, tashkilotchilariga, hammaga shu o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Juda ham maroqli dam oldik. Sayohatlar juda maromiga yetdi. Ertalab soat 7 da samolyotda uchib kelib, mana Xudo xolisa qaytishda mana bunaqa chiroylikkina minivelada uyga qaytib ketmoqchimiz. Toshkentga qarab yo'l oldi. Hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Jahon Travelga alohida rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana akaga ham bizdan juda ham chiroyli qilib olib yurdilar. Xizmatingizga rozi bo'lasizlar aka. Kamchiliklar bo'lmadi xizmat. Hammasi zo'r, hammasi a'lo darajada bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'lamiz yana. Rahmat.